Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Habib Arusjonov, UTB dasturchi. Qanday darsimiz boshladik. Hozirgi video darsimizda xuddi shuni birgalikda yaratishni o'rganamiz. Hammamiz biz darsimizni boshladik. Bugun addiy ko'p emas, 6 dona kod yodlaymiz. Hop, birinchisi B. Matnni qanaqa qiladi? Keling, bularni hammasini blok olib, kontrol bilan so'rovni desak, mana blokka olib shu matnlarimizni ochib ketadi. Keling, oddiy p degan ichiga salom deb yozib qo'ydik. Bizda hosil bo'ldi, salom yozuv. Talashtiramiz. Endi shunga agar mabodo oldiga b deb yozib qo'ysak, nima bo'ladi? Hech farq bo'lmaydi. Buni ichiga solib qo'yishsak, mayli. Bizga matnni qalin qiladi. Misol aytaylik, salom desam, mana farq seziladi. Ko'rasizmi? Mana salom aytaylik, mana bitigi matnni qalin qiladi. Salom bitigi matnni qalin qiladi. Yaxshi, endi matnni kursiv qilamiz. Aytaylik, bu matnni kursiv qiladi. Mana bu kursiv degani o'z-o'ziga nimani qiyshaytirib qilib beradi. Endi misol shuni keling alohida joy ajratirish uchun BR kodimizdan foydalanamiz. Mana. Endi buni mana tagiga chiziq tortishimiz uchun BR yonidagi pastdan farqi HR deb yozib qo'ysak, mana tagidan chiziq tortaveradi. Polni oxirigacha. Xo'p, endi yana ko'rib chiqadiganimiz u bu matnni tagiga chizadi. Mana aytaylik, salom bu desak, mana matnni tagiga chizib beradi. Hop. Image bu surat yuklashimiz uchun foydalanadi. Hozir shu yerdan Shift Level in File Explorer bosamiz. Bu yerdan Picture bo'limiga o'tamiz. Surat topamiz. Topdik, mana shuni olib aytaylik, mana qo'yamiz. Bizda tayyor suratimiz keldi. Endi buni image'ga nuqta slash qilsak, suratimizni nomi chiqib keladi. Shuni enter bosib qo'yamiz. Alt kodi nima degani? Alt bu degani agar mabodo surat yo'q bo'lsa, shu yerda nima chiqsin, surat yo'q deb chiqsinmi deydi. Surat yo'q deb yozib qo'yamiz. Mana endi o'tib qo'yasak, mana suratimiz chiqib turibdi. Mod shu yerda bitta kod xato kelsa, aytaylik, mana bizda surat yo'q deb chiqadi. Yaxshi, hozircha buni ham suratga olib turamiz. Endi ATga. Hop, ATga qanday tushuntirsam bo'ladi? Bu asosan linklar ulashib foydalanadi. Masalan, https www.t.me Arusjonov va shu yerga mana shu foydalanuvchi nomi xullas shu xohlaganingiz matningizni bemalol kirita olasiz. Aytaylik, o'tib tekshiramiz. Shuni ustiga bossak, mana Telegram kontaktim chiqadi. Ko'rasizmi? Ya'ni bu link vazifasini bajaradi. Aytaylik, mana bu yerga salom dunyo deb yozsak, mana shunaqa chiqib ko'rasizmi? Shunga oid bo'lgan narsa chiqaradi. Endi bu inputda bo'lgan narsa, endi misol bitta xuddi shunaqa linkni ustiga bossa,
xuddi shunaqa o'tib ketaveradi. Har xil narsalar. Hop, endi bizda yana nima bor ko'rib chiqadiganimiz? HR'da aytdim yaxshi. Hop, bugungi mavzumiz shu, ya'ni HR, ya'ni gorizontal chiziq tortish uchun boshqa sahifaga o'tish tugmasi, image yopiluvchi sherigi yo'q tog'dek sahifaga tasvir olib kiradi. U matnning tagiga chizadi. Matnni kursiv qiya qiladi. B matnni qalin qiladi. Xo'p, atigi 6 dona so'z o'rganib olish uchun menimcha bemalol yetarli. Albatta o'zingiz ham amaliyotda qilishingizni maslahat beraman. Agar bu video esingizda qolmayotgan bo'lsa, qayta va qayta ko'rishga harakat qiling. Va bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umidamiz va bizning shu, ya'ni mening UZB dasturchi YouTube kanalimga like tugmalarini bosib, obuna bo'lib qolsa va shundagi barcha videolarni ko'rasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Ahrorbek Orifjonov, UZB dasturchi bo'ldi.